Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Qalay ketyapti ijtimoiy tarmoqda kuzatuvlar, har xil mavzularda har kimni o'zini qiziqishi, o'zini kuzatishi bo'ladi. Biza ham, sizlar ham o'zingizlarga yarasha turli xil mavzularda kuzatuvlarimiz bor va undan tashqari aynan mani videomni ko'rib turgan bo'lsangiz, mani chiqishimni, demak bu men Abror Muxtor Ali janoblarini tahlil qilish ma'nosida bir kanal ochgan edim. Ana aynan shu kanal nomi nima edi? Abror Noma tahlil kanali. Abror Noma tahlil kanali edi. Avvalo qadrdonlar, obunachilar, menga ozgina e'tibor qaratgan, mani suhbatlarimga e'tibor qaratgan insonlar, sizlardan ma'zur tutishinglarni so'rayman. Men qisqa uzilish bo'ldi menda. Men chiqishlar qila olmadim. Hammani vaqti o'zi uchun qimmatli, o'zi uchun qadrli. Sizlarni behudaga vaqtinglarni olmaslikka harakat qilaman. Undan tashqari meni chiqmasligim, chiqishlar qilmaganim sababi va videolarimni o'chirib tashlaganim sababi Abror Muxtor Ali tomonidan zarar yetib qolishi mumkin senga degan ko'plab insonlarning fikrlari meni ozgina xavotirga soldi. Va shuning uchun men videolarni o'chirib, tahlilni ham tugatgan edim. Lekin aslida tahlil qilishda bir qanaqadir bir olamshumul bir xato yoki kimnidir obro'siga, shaxsiyatiga daxl qilish, haqorat ma'nolari yo'q. Tahlil bu, oddiy tahlil. Tahlil ma'nosida ochgan edik bu kanalni va menda ko'plab savollar, haligacha hozir ham bor savol. Qanaqa bir insonni prosta suhbatini tahlil qilsa, undan qanaqadir ziyon kelishi mumkin yoki undan ziyon degan ma'noni yasash to'g'rimi degan savol. O'zi g'alati bu narsa. Agar shunday ham tahlil nimasidan ham, so'zdan ham agar ko'rinib turibdiki, haqorat emas, bu tahlil xolos. Kimlarni tahlil qilishmaydi. Lekin shunday ham agar tahlil qilib tursak, Abror Muxtor Alidan menga zarar yetirgan bo'lsa, demak bilmadim endi. O'zi zarar yetmaydi. Endi bu odam seni ham maydonga tortadi, sen bilan ham oxir shikal chiqadi, boshqa qiladi, tinch yurgin degan ma'noda-da endi gapirishyapti. Endi ulamolarga til uzatma deydi-da ular. Endi ulamoga til uzatish ko'pchilik uchun xatarli, xavfli narsa. Men ularni til uzatish emas, tahlil qilyapman, baraka topinglar. Agar u kishini o'zlariga yoqmayotgan bo'lsa, chiqib aytib qo'yaversinlar, menga yoqmayapti shu meni tahlil qilishing, seni qarashlaring menga yoqmayapti deb aytib qo'ysinlar. Yoki men qanaqadir bu narsani jinoiy yoki malakalab yuborish yoki undan bir qanaqadir fitnachi yoki boshqa odam yasash, bu ishlardan, tahlil qilishdan shunaqa ish yasash, bu endi g'irrom pozitsiya bo'ladi. Endi men janobimiz Vechniy haq zoti muborak, nasabi oliy Abror Muxtor Ali janoblariga agar meni ko'rsalar videomni, so'zim shuki, men sizni so'zlaringizni, suhbatlaringiz asosida kechgan so'zlaringizni tahlil qilib, tabiiy reaksiyani ko'rsatib, ajablanadigan joyda ajablanib, savol tug'ilgan joyda savol beraman xolos. Agar bu narsa yomon ish bo'ladigan bo'lsa, mabodo chiqishlaringizdan birida aytib qo'yarsiz. Agar siz uchun zarar bo'lsa, bo'lmasa ham, bu oddiy nima, xohlasangiz ayting, xohlasangiz aytmang. Lekin sizni shaxsiyatingizga nisbatan hech qanaqa ma'lumotimiz yo'q, janobim. Shunga ma'zur tutasiz, siz so'zlaringizni tahlil qilsak, aybga buyurmaysiz yoki aybdor yasamassiz. Ko'pchilik o'ylarkan, siz haqingizda bu odam bilan xolis gaplashding, seni aybdor qiladi, sendan bir jinoyatchi yasaydi baribir, seni boshingga tashvish tushadi deb odamlar siz haqingizda shunaqa o'ylayotgan ekanda. Endi odamlarni hammasi emas, ba'zi bir qismi. Endi siz xalqim hammasi shunaqa deyapti, deysiz-ku. Endi voy, ko'zim shu payt bor, nimadir kirdi-dek ko'zimga. O'shanga men ko'zimga narsa kirgandan ham bir narsa yasaveradi odamlar hozir. O'shanga janobim, zoti muborak, Abror Muxtor Ali domla hafizahulloh
doktor janoblari endi unaqa emasligini endi isbotlab qo'yarsiz o'zingiz. Men ishonmayman shaxsan siz kimnidir ochiqchasiga mayli zimdanmi, mayli shantaj qilib, boshqa qilib, tuhmat qilib boshiga ilib olishingizga ishonmayman. Shuncha paytdan beri xalq ahmoq emas, sizni o'sha fosh qilib tashlardi kerak bo'lsa. Endi oddiy suhbatlardagi, oddiy nimalarga biza odamiylik yuzasidan gaplashamiz. Siz bilan qanaqadir diniy fon yoki diniy mavzularni aralashtirish maqsadimiz yo'q. Unga turib ham bera olmaymiz. Diniy mavzularda siz bilan bahslashib bo'lmasligini olamiz. Siz mana din borasida juda ham uzoq yillik bilim, tajriba egasiz diniy suhbatlar, bahslar borasida. U mavzuda biza siz bilan gaplashmaymiz. Siz bilan o'zi bu gaplashish niyatimiz ham yo'q, faqatgina sizni odamiylik yuzasidan ba'zi bir so'zlaringizni tahlil qilishimiz mumkin. Odamiylik yuzasidan sizni so'zlaringizga, suhbatlaringizga ba'zi bir jumlalarga ehtimol tabiiy reaksiyamizni bildiramiz. Haqoratga o'tmaymiz, imkon qadar o'tmaymiz. Alloh o'zi asrasin haqorat qilib kimnidir maza qilishdan. Albatta bu haqorat qilish jinoiy malakalanib, kerak bo'lsa ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilish darajasiga borishi mumkin bo'lgan narsa. Undan tashqari kimnidir haqorat qilib tan olsa ham, haqorat qilganini tan olmasa ham Alloh taolo uni qalbida nimani qasd qilgan, nimani niyat qilganini Alloh taolo biladi. Kimlardir haqorat qilib, men haqorat qilmadim, men ziyoli odamman, men madaniyatliman deydi-yu. Endi aslida qalbidan nima o'tganini Alloh biladi. Endi Alloh bilan holi qolganda o'zi kelishib oladigan masala bu. Lekin qalbidan nima o'tganini hech kimni bilib bo'lmaydi. Lekin zoti muborak turli xil qog'ozga, kampir qog'ozga o'ralgan filologik jumlalar ila bir nima desa bo'ladi, yopishtirib qo'yadilar bir xil narsalarni. Ba'zi bir o'rinlarda shunaqa filologik jumla tuzadilarki, kimnidir onasi qanaqadir ma'noda, to'g'ri ma'noda kimdir uni, ya'ni janobi vechniy haq zoti muborakning so'zlarini shunday o'ziga qabul qiladiki, ya'ni eshituvchi, ya'ni murojaat qilinuvchi ikkinchi shaxs janobimiz vechniy haq zoti muborakning gaplarini mani onamni so'kdi deb qabul qiladi u. Lekin janobimiz aytadilarki, men seni onangni so'kmadim deydilar. Abror Muxtor Ali ziyoli odam, ziyoli inson, men birovni haqorat qilmayman deydilar. Lekin nimagadir ular gapirgan gapdan keyin bu yo ikkinchi taraf, ya'ni murojaat qilinuvchi, muxotob deydimi? Xitob qilinuvchi ikkinchi shaxs meni onamni so'kyapti deb hisoblaydi. Yoki eshituvchilarning ba'zi bir qismi, yoki ko'pchilik qismi ham shunaqa deb o'ylaydiki, Abror Muxtor Ali buni onasidan so'kdi deydi. Yoki Abror Muxtor Ali buni shaxsiga hozir buni gap ishlatdi, buni so'kdi deb ko'plab e'tirozlar bo'ladi. Yoki Abror Muxtor Ali so'kmadim deydi. Qachon so'kdim deydi. Onasi bilan zino qildi, onasini avrati degan so'zlarni ishlatadi janobimiz. Va nihoyatda shu kabi nimalar ko'p. Mayli, endi kimnidir fohisha, kimnidir dayus deb, lekin u odamlar o'ziga oladi. Lekin nima men unaqa deb vastasam, men seni otingni aytdimmi deyiladi. Endi o'shaning uchun bu narsa inshaalloh taala Alloh taoloning huzurida o'zlari kelishib olib, o'zlari hisob kitob qilib olishga tayyor bo'lgan masalalari. O'shaning uchun aralashib, siqilib, joy kuydirib, sen dilingdan aytding deb bo'yniga qo'yish shart emas. Tappa tayyorlar janobimiz shuni Alloh taoloning huzuriga borganda, men shu dilimdan shunaqa narsani niyat qilmadim deyishga tayyorlar. Tamom, bo'ldi. Eng oliy zot, eng oliy hakam o'zi hal qilib qo'yadi. Shu hayotda o'zida ham inshaalloh ko'ramiz, nasib bo'lsa, nasib bo'lganlar ko'radi. Haqiqatan dildan o'tganmi, dildan etilganmi bu gaplar, yoki dildan etilmaganmi? Bu endi Alloh taolo bu dunyoni shunaqa qilib qo'ygan, qaytar dunyo yoki hamma narsa charxpalak yoki shunga o'xshash gaplar. Bu ya'ni hamma narsa sirligicha qolib ketmaydi, baribir ochiladi. Mana Epstein ham ochildi-yu, eplagan eshak menadi degandek, Epstein ham hayratomuz ishlar qilib ketgan ekan. Epstein mana sirlari ochilyapti yoki Epstein
nima qilgan ishlar, shantajlar, boshqalar bugun mana fosh bo'lib kelyapti. Xo'p, endi Epsteinni ham mavzu qilib olib rosa tirikchilik qilishdi. Ha, tirikchilik so'zini ishlatib ketdim. Bu kanal nima uchun deydiganlar? Tirikchilik uchun. Tirikchilik uchun ochildi bu kanal. Nasib bo'lsa tirikchilik soqqa qilish maqsadida ochilgan. Kimdadir e'tiroz bo'lsa, unga xafagarchiligimiz yo'q. Kimdir qo'llab-quvvatlasa, rahmat, tashakkur. Avvalo, bu tirikchilik maqsadida ochilgan. Tirikchilik maqsadida emas, men xolis insonman demayman. Men soqqani xohlayman. Hozirgi kunda topayotgan pulimdan ko'proq pul topishni xohlayman. Tamom shu. Bu mavzuga hadib to'xtalish niyatim yo'q. Xo'p, demak, Epsteinni ham ko'plab nimalar o'sha ijtimoiy tarmoqdagi blog yurituvchilar ko'plab kanallar mavzu qilishdi va ko'plab prosmotr va reklama soqqa va hokazolarga erishgandir. Och bo'lsin, yaxshiligiga ishlatsin. Endi biz ham shu yo'lda bir sekin bir chekkasiga ilib olmoqchimiz. Shu kanalni rivojlantirib, turli xil qiziqarli mavzularda balki qo'limizdan kelar, balki kelmas, lekin o'tirgandan foydasi yo'q. Shu maqsadda endi menga Abror Muxtor Ali janoblari ko'plab kuzatganman. Bu insonni uzoq vaqt kuzatganman. Ko'plab narsa o'rganganman. Endi kuzatganman deganda shu suhbatlari ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi va eshitamiz, tinglaymiz, foydali bilimlarni ko'plab o'zlashtirganmiz. Ko'plab siyosiy qarashlar, boshqa shunga o'xshagan narsalar shu janobimiz Vechniy Haq zoti muborak nasabi oliy Abror Muxtor Ali doktorlari janobimizni suhbatlari, darslari ko'plab shu nimalari bo'yicha siyosiy qarashlarim, diniy qarashlarim menda ko'plab eng muhim joylari shakllangan. Dastlabki davrda. Va endi men ularning ilmlariga yoki u keltirayotgan nimalariga oyat yoki hadis, ulamolar degan joyga men ular bilan bahslasha olmayman, ular bilan bahslashga meni qodir ham emasman. Faqat odamiylik yuzasidan. Lekin gaplashishim mumkin yoki odamiylik yuzasidan ularni suhbatlarini tahlil qilishim mumkin. U kishi haqida, u kishi gapirayotgan gaplarini shu ma'noda tahlil qilishim mumkin. Tabiiy savollar, tabiiy reaksiyalar bo'lsa, yashirmasdan ifoda qilishim mumkin. Va bu narsani haqorat deb yasash kerak emas. Juda ham ko'plab to'planib ketgan savollar va bularni bir chekkadan zerikmasdan gaplashamiz. Uzoq yillik faoliyatlari bor janobimizning. Uzoq yillik faoliyatlarida turli xil ajablanarli nuqtalar bor. O'sha nuqtalarni videolarimiz mobaynida sekin-sekin o'rtoqlashamiz xalq bilan, sizlar bilan. Janobimiz o'zlari ham xolislik kuzatishlari mumkin. Xo'p. Demak, Epstein eplagan eshak minadi degandek, eshak mavzusi, Epstein mavzusi. Epstein shantajchi demak. Endi nima ishlar qilib, nima karomat ko'rsatishini, shantajchini bilamiz. Biz uchun bir savol bor-da, mana kechami chiqqan videolarida janobimiz Vechniy Haq zoti oliy nasabi oliy Abror Muxtor Ali janoblari, doktor janoblari kechagi videolarida adashmasam chiqishlarida menda bitta bot bor yoki qanaqadir tanishlarimda bir bot bor dedilarmi? Kimdir Telegramni kimlar bilan qanaqadir chatlarda kimlar bilan nima suhbatlar qilgan, qaysi chatlarda yurgan, shularni aniqlab beradigan bot bor dedilar. Shu bot orqali Amina Xayriya degan kanalni adminini, Amina Xayriya degan kanalni, YouTube'da Amina Xayriya degan kanal bor ekan, shuni adminini nimasini buzib kirishganmishmi? Xullas, kimlar bilandir u odam gaplashgan, nimalandir, u shaxsiy suhbatlarini bu odam endi janobimiz Vechniy Haq bilyaptilar. Voy tavba dedim. Bu nima, bu shantajmi, nima bu? Xitrlikmi yo nima deydi mana? Nima? Nima ya shantaj yana josuslikmi bu? Nima bu? Birovni Telegramiga kirib, undiga kirgan chiqqan shu
nimalar pul nimalar Telegramda turibdi, Abror Muxtor Ali kirib sizni ko'ryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Janobim, mazzami dedi-yu. O'shanga bu narsani o'zi oldin eshitgan edim, lekin ijtimoiy tarmoqqa chiqib zoti muborak o'zlari gapirishlarini men birinchi marta qachon eshitdim? Ana amaki chiqdilar-yu, Abror Muxtor Aliga xalq dardimi, nimadir degan kanalni admini chiqdilar-yu, xalq dardi edi shekilli menimcha. Ya'ni yosh kattaroq kishi Abror Muxtor Aliga turli xil noroziliklarni bildirib chiqdilar-yu, shu Gulrano Qosimovami shu masalada. O'shanda ham o'sha amaki janobimizga aytgan edilar, siz Abrorjon, siz qanaqadir telegramlarni buzadigan, qanaqadir nimalarimdir bor deyapsiz. Ehtiyot bo'ling, bu birovni nimasiga, shaxsiy kabinetiga hujum qilish, kirish jinoyat bu degan ma'noda gapirgan edilar. Bu ikkinchi eshitishim. Aslida janobimdan 2 marta mana shu nimada ijtimoiy tarmoqda YouTube'da o'zlaridan og'izlaridan shu narsani 2 marta eshitdim. Chunki amakini unaqa deyishlariga sabab bo'lgan narsa 1 kunmi 2 kun oldin janobimiz o'zlari aytuvdilar-da, xuddi shu narsani. Shunaqa bot bor, birovni nimalariga kiradigan bu yoq. Endi bu 2 marta ijtimoiy tarmoqda o'zlaridan eshitganim. Lekin bu narsani aslida avvalo 1 yilmi, 1,5 yil oldinmi, menimcha 1 yilda bo'lsa kerak, oldin bularni ilmiy bahs degan bir safsata maydoni bor. O'sha safsata maydonida o'sha adminlari dan biri yana bir boshqa adminini nazarda tutib aytayaptiki, palonchida shu nima bor. Odamlarni o'sha nimasiga, shaxsiy nimasiga kirib, nima deydi, akkauntiga kirib, Telegramdagi kimlar bilan gaplashgan, qaysi kanallarda yurgan ularni aniqlasa bo'ladigan bot bor dedi. Bu birinchi eshitganim mana shu. Janobimdan 2 marta endi ijtimoiy tarmoqda endi eshityapman. Endi buni diniy jihatdan bu qanaqa malakalanadi? Bu yaxshi ishmi? Yo josuslikmi, yo yaxshi savobli ishmi, gunohli ishmi? To'g'risi, men bu narsaga diniy tomonlama emas, oddiy odamiylik tomonlama gaplashaylik. Chunki diniy deb gapiradigan bo'lsangiz, bir pasda bir narsalar yasab kelishadi, guldasta qilib. Shuning uchun diniy demasdan oddiy dunyoviy deb gapiraylik. Mana dunyoviy jihatdan sizni telegramingizga janobi vechniy haq kiryaptilar, mana siz kuzatib turibsiz mana. Abror Muxtor Ali janoblari sizni telegramingizga kirishi ham mumkin, meni ham telegramga kirishi ham mumkin, anonikiga ham kirishi mumkin ekanda. Bu qanday bo'ldi endi? Qanday bo'ldi endi bu? Mayli, Abror emas, boshqasi kiryapti, kimdir telegramga kiryapti. Bu qanday ish bu endi? Eplagan eshak minadi degani shu-da. Epstein hayratda. Epstein hayratda. Chunki Epstein paytda bunaqa kimdir telegramga kiradigan botlar bo'lmagan. O'shaning uchun shuncha orolda, shuncha ovoragarchilik, shuncha anaqalar nima sharoitlar qilib odamlarni chaqirgan. Balki ehtimolda, agar unda ham bitta dona bot bo'lganda qiynalib o'tirmas edi. Endi Epstein yo'q. Epstein hayratda. Kusto aytadi, qiziqchi. Kusto akulani ko'rib qoldi. Akula kema tomonga qarab suzib keldi. Kusto hayratda. Akula Kustoga qarab tikilib qoldi. Kusto hayratda. Kusto suvga kalla tashadi. Kusto hayratda deydi. Akula Kustoni yeb qo'ydi. Endi Kusto yo'q dedi. O'shanga endi Epstein yo'q. Epstein yo'q endi. Endi kim bor? Kimlar bor? Qanaqa botlar bor? Qanaqa texnikalar bor? Qanaqa texnologiyalar bor? Shantaj qilish uchun. Lekin glavniy xarakterda shantajchi, josus, mana shunaqa fasod narsalar bo'lsa odammi yo'lini topadi-da, bot bilanmi, boshqa bilanmi topadi yo'lini. Bu tabiiy reaksiya. O'zimiz bosamiz. Ichki xotirjamlik. Hammasi yaxshi. Abror Muxtor Ali bu gaplardan keyin menga tuhmat qilib yoki men bilan olishib, men qamalib ketmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Hamma zo'r biladi. Men odamni haqorat qilmadim, hammasi shotki. U odam baribir seni bir narsa qilib senga tashvish orttiradi degan gaplarga ishonish yo'q. Endi bu vasvasalar xolos. O'shanga qo'lim shaqir yomon urib mana bu tabiiy reaksiya mana endi og'riyapti qo'lim. Xo'p, shunga janoblarim. Nima deysizlar endi? Bu qanday bu diniy jihatdan oqlab, ko'klab bir narsa qilib berarlar mayli. Odamiylik jihatdan qanday ish? Bu diniy jihatdan ham oqlab bo'lmaydi. Hech kimnidir Telegramga kirish, kimnidir uyga bostirib kirish, kimnidir shaxsiy maktublarini o'qish, shaxsiy gaplarini eshitish, tinglash, kuzatish, sizni hojatxonada o'tirganingizda ham u kelib u tomosha qilsin endi-da odamlarda tasavvur qilyapsizmi? Shuning bilan nima farqi bor? Sizni shaxsiy telefoningizni kimdir tekshiryapti. Ayniqsa bu narsaga qattiq choralar ko'rinyapti. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Hozirgi kunda ayniqsa kimlar begona nomerdan telefon qildi. Anunda ham menga kimdir telefon qildi-da, hech bunaqa ish bo'lmagan edi. Begona nomerdan telefon qildi-da, ishqilib nimadir dedi-da. Operator siz bilan bog'lanadi dedi, bog'lana qolmayapti. O'zidan o'zi telefon qilib, hozir bir narsa dedi. Esimda yo'q, nimanidir reklama qildi. Bu qol operator olmadi ham. Oxir esimga tushib qoldi. Begona nomerdan telefon bo'lsa, shunaqalar bo'tdi-yu degan narsa kelib qoldi. Alhamdulillahi robbil alamin, nomerimni ham almashtirmadim, boshqa qilmadim, chunki xaltura ishim yo'q, alhamdulillah. Qo'rqadigan joyim yo'q. Endi tuhmat bilan bunday fasod, shantaj yo'llari bilan bir narsa bo'lmasa, Alloh ofiyat bersin. Alloh o'zi aziz qilsin. Lekin endi qaranglar, qanday ish bo'ldi bu endi. Shundan keyin ayniqsa ijtimoiy tarmoqda ham boshqa ko'paygan shekil, hozir shu haqida endi aynan eslolmayapman. Ya'ni sizga kimdir telefon qilib, sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz, bank raqamlaringiz, bir narsalaringizni aniqlashtirib, xullas sizga bir narsalar, muammolar orttirish haqida gaplar bor edi. Bu bilan hozir janobimizni botlarini o'rtasida, ya'ni bu shunaqa nima bilan bularning botlari, ya'ni gapirayotgan gaplari bot, ha? Nima farqi bor bularning? Bu ikkalovining nima farqi bor? Xalqim, millatim deb hayqiradigan zanabimish. Nima edi? Nasl nasabi oliy, zoti muborak. Janobi hafizahulloh, abror muxtor oliy, Ali doktorlari, janoblari. Bu qilgan ishingiz shariatga qay darajada to'g'ri keladir? Odamiylikqa qay darajada to'g'ri keladir? Sizning bu qilmishingiz ishingiz xullas kalom qanday malakalanmoqligi lozimdir? Piri komil deydi. Mayli, shu piri komil demasin, lekin shunga shunaqa janobim, sizga nisbatan bizning adovatimiz yo'q. Faqatgina qarashlaringizga nisbatan bizni o'zimizni qarashingga qarashim. Xullas shu. Yana nima mavzular bor edi? O'sha Amina Xayriya kanalining adminini shaxsiy yozishmalari, suhbatlarini aniqlaganliklarini janobimiz aytibdilar kechagi videoda. O'zi Abror Muxtor Ali bilan ko'pincha bahslar ularni so'z og'izlaridan chiqqan luqmalari, ya'ni so'zlari kimgadir yoqadi, ma'qul keladi, kimgadir ma'qul kelmaydi. Shu yuzasidan suhbatlar bo'ladi bir xil paytda va kimdir uni so'zlarini qabul qilmasa, unga nisbatan munosabatlari chiqadi. Kimdir qabul qilsa ham unga nisbatan javoblari bo'ladi. Endi qabul qilmayotgan odam yoki qabul qilmayotgan yoki e'tirozi bor odam yoki norozi odam, boshqa odam ba'zi birlarini onasidan qang'illatib qolinadi. Onasidan qang'illatib qolinadi. Endi bu qanaqa qang'illatiladi? Bilasizmi? Qang'illatish degani so'kish deyapman. Onasidan so'kish onangni deb so'kmaydilar, zoti muborak. Ziyoli insonlar u kishi so'kmaydilar. U kishi bunday aytadilar.
falonchini onasini avrati falonchi onasini bilan zino qilgan. Otini aytmaydilar. Bu ish onasi bilan zino qilgan bilan baravar. Onasini avratini qo'yib qo'yibdi. Onasini avratini qo'ygan, gapirgan deb yoki shunga o'xshaganda. Lekin ana ikkinchi taraf bor-ku, muxotab, xitob qilinuvchi ikkinchi taraf. Ya'ni Abror Muxtor Ali kim haqida gapirayotgan bo'lsa-lar, o'sha taraf o'ylaydiki, meni onamdan so'kyapti, meni haromi dedi, meni otamni so'kdi, meni onamni so'kdi deb qabul qiladi. Lekin qabul qilib keyin nima meni onamdan so'kyapsan desa yoki kimdir aytsa Abror Muxtor Aliga, men onasidan so'kyapsiz birovni desa, Abror Muxtor Ali ziyoli inson. Nahotki Abror Muxtor Ali madaniyatli inson. Etika, madaniyat, jurnalistik etika yoki umuman estetika madaniyatlardan chiqmaydi Abror Muxtor Ali. Ziyoli inson. Bu Abror Muxtor Ali birovni so'kmaydi. Abror Muxtor Ali shunaqangi filologический jumla tuzib qo'yadiki, qiynalib qolasizlar. Bu Abror Muxtor Alining javoblari. Kimgadir sani onangni yoki san deb aytmasa ham, o'sha ikkinchi taraf u haqida gapirilayotganini bildimi? Jumla qanaqa tuzilgan bo'lsa ham, u men haqimda gapiryapman deb o'yladimi? Demak, bu uni so'kyapti. To'g'ri so'zlar bilan har xil firibgarlik, har xil hiyla, nayranglarga usta odamlar gaplarni tuzib tashlashga usta bo'ladi-da. O shantajchilar, yo'q mana shu nima? Josuslar, har xil mashinaqa nayrangbozlar, xullas kelgan masxaravozlar usta bo'ladi. Shunaqangi filologический jumla tuzib qo'yadi kampit qog'ozga o'rab. Mani so'kding desa, yo'q, isbotlolmaydiki. Qonun tomonlama oq bo'lsa bo'ldi-da. Vijdonni endi oyoq qoldiramiz. Oliy zotning huzurida o'zlari kelishib Oliy zotning huzurida dildan so'kkanlarmi, yo dildan so'kmaganlarmi? Uni nazarda tutganlarmi, tutmaganlarmi? Bugun ko'plab masalalarda sani fohisha demadim, sani dayus demadim, sani onangdan so'kmadim, men birovni onasidan so'kmayman, unaqa otasidan so'kmayman, harommi, nasl nasabidan so'kmayman deb turib, o'zi aslida ham so'kmaganlarmi yo'qmi? Endi u yoqda aniq bo'ladi. Ko'pchiligi aniq bo'lmagan. Endi boshqa javob ham yo'qda. Odamni gapirayotgan gapidan, odamiyligidan, uni oliy janobligidan, uni gap ishlatayotgan so'zlaridan, bir qancha o'zini axloqidan, uni ilmi hurmat qilinadi. Undan chiqqan so'z undan keyin olinadi. Uni gaplari undan keyin hurmat qilinib, inobatga olinadi. Uni gapi har doim ta'sirli bo'ladi, shubhali bo'lmaydi u. Shuncha ilmni, shuncha axloq bilan musorga chiqarib qo'yish mumkin-da odam. Shunaqa axloq bilan, shunaqa badfe'llik bilan, shunaqa shantajchilik bilan. Men haqman deb birovni onasidan so'kish mumkin emas. Seni bilgan narsalaring haqdir. Sen aytayotgan narsalar haqdir. Gap bo'lishi mumkin. Pozitsiyan ham haq bo'lsin. Suhbatdagi bahslashdagi madaniyating ham haq bo'lsin. Onasiga o'tasan, Alloh ruxsat bergan, payg'ambar ruxsat bergan deb Alloh bilan payg'ambarga ham tuhmat qilib qo'yasan-da, bir xil payt odamlar. Shunaqa bo'ladi. San deb aytaversam, undan ham bir narsa yasab yuboradi-da, hozir. Men shunaqa dening isbotladim. Alloh taolo Qur'onda agar sizga salom berishsa, o'sha baravar yoki undan ham afzalroq qilib javob qaytaringlar degan, shuning uchun meni so'kuvdi, undan yoki o'sha baravar yoki undan ham battar qilib meni so'kdim degan javob bo'ladimi? Alloh taolo Qur'onda salom haqida gapiryapti. Bu kimnidir so'kib qo'ysa, so'kkaniga shu oyatni dalil qilyapti. Shunaqa ham bo'ladi bu. Salom haqida aytyapti. Salom. Agar kimdir sizga salom bersa, yo o'sha miqdorda yoki undan ham ko'proq chiroyliroq qilib, afzalroq qilib javob qaytaring deb Alloh buyurayotgan ekanda, endi kimdir Abror Muxtor Alini masalan so'ksa, Abror Muxtor Ali uni o'sha miqdorda yoki undan ham battar qilib so'kishga haqlari bo'lsa, bu qanday bo'ldi endi?
Yo'q, men noto'g'ri eshitdim. Noto'g'ri eshitganmanmi deb o'ylayman hali ham. Mana shu quloqlarim noto'g'ri eshitgan bo'lsa kerak shu gaplarni deb qo'yaman. Ayb o'zimda har doimgidek. Yo'qki. Alloh taolo Qur'onda aytganmish. Alloh taolo yomon so'zni yaxshi ko'rmaydi. Illo kim zulmga uchrasa, unga ruxsat. Ya. Alloh taolo yomon so'zni yaxshi ko'rmaydi. Illo kim zulmga uchrasa. U gapirursin ekan. Unga mo'jna ekan yoki mayli imtiyozlar bor ekan. Oddiy suhbatda chiroyli gaplashsa bo'ladi. Lekin janobimiz bilan gaplashib yoki janobimizni atroflaridagi shogirdlari bilan gaplashgan odam bir pasda nimaga tushib qoladi, bilasizlarmi? Bir pasda sekin-sekin qog'ozga o'ralgan hiylali bir chiroyli gaplar bor-da, odam asabiga tegib, emotsiyaga beriltirib qo'yadigan. To'g'ridan to'g'ri siz shaxsiy chestingizga borib, g'ururingizga borib senchiladigan gaplari bor-da. Lekin yo'q, masani so'kma deb turib o'zini oqlay oladi, to'g'ri. Hammani ham asabi ko'tara oladigan gaplar emas-da. Shunaqa gaplar bilan odamni almasiga tegib olishadi-da. Abror Muxtorali ham, boshqa ham birinchi janjal qo'zg'ab olishadi. Janjalli kayfiyat qo'zg'ab olishadi. Keyin ikkinchi taraf janjal qilishi mumkin, to'g'ri. Nima shallaqlik qilyapsiz deydi. O'zi gapni bermaydigan bo'lar, lekin shallaqlik qilayotgan ikkinchi taraf. Xo'p. Ana shu joyda janjalli kayfiyat paydo bo'ladi-da, qo'qqisdan kimdir nimadir deydi. Keyin jabrdiyda yoqiladi. Jabrdiyda bo'lib olishadi. Meni so'kishdi deydi. Meni so'kkani uchun men javob qaytardim. Chunki Alloh taolo Qur'onda ruxsat bergan, kimdir kimgadir zulm qilsa, unga yomon so'zni ishlatib olish mumkin. Bu zulmmi? Oddiy gapga chidolmaslik zulmmi? Gap-ku mana, gap. Endi mana meni ham gapim so'kishim ham oddiy gap, meni gapirayotgan gapim ham gap deyish mumkin. Yo'q. Janjalli kayfiyatda yasash kerak emas. Suhbatda sokin suhbat qilish kerak. Ateist bilan bo'ladimi? Agnost bilan bo'ladimi? Salafiy, vahobiy, hizbiy, yana nima labor edi, Ahmadiy bir narsalar bor-ku. Bo'lib gaplashib o'tirasizlar, yo'q, anta bo'lar bo'lmas vaqtinglarni ketkizib. O'shalar bilan gaplashishda uni ongiga, uni miyasiga hujum qilasizlar. Uni qarashlariga, uni nasl nasabiga hujum qilasizlar. Oddiy gaplashinglar. Keyin ular ham so'kmaydi sizlarni. Keyin mana shunaqa nasl nasabiga, ongiga, qarashlariga, sog'lig'iga, tarixiga hujum qilganinglardan keyin gapinglar bilan. O'sha adashgan toifalar bor boygilar. Ateist bo'ladimi, salafiy bo'ladimi, boshqa balobattarlari. O'shalar hujum qilganinglardan keyin nimadir deb qo'yadi-da. O'zi siz zulmga uchramayapsiz, zulm qilyapsiz. Keyin ikkinchi taraf nimadir degandan keyin jabrdiyda bo'lib olasizlar. Jabrdiydani yoqib, men zulmga uchradim, endi yomon so'z bilan so'kishim mumkin, shunda ham men qog'ozga o'rab so'kyapman. Mazani filologiyskiy jumla. Kampit qog'oz deb qo'ysa bo'ldi, tushunamiz bu yog'iga. Voy. Davlatda agar odam rozi bo'lsa, shu yurtga, millatga foydasi tegmoqchi bo'lsa, paxtakorlik bilan qilmasa ham foydasi tegaveradi. Oddiy gaplar bilan gapirsa ham tegaveradi. Xuddi ichida davlatni yomon ko'rib, yomon ko'rganini bildirib qo'ymaslik uchun millatim, xalqim, davlatim, janobimiz, prezidentimiz deb gapirib turishidan go'yoki o'ylaysiz ichida qarshiligi bo'lsa kerak deb o'ylab qolasiz-da. Shu ichida ustida yetib turish kerak-da. Shunaqa kelaveradi, seni qarshiligingni bilib qolish mumkin degan xayol kelib vasvasa kelaveradi-da. Keyin bu etish kerak tili bilan. Millatim, xalqim, prezidentimiz, janobimiz mujikka shirin qildilar deb turadi keyin. Xalq ko'rib turibdi. Shunda ham prezidentimizni, boshqamizni siz maqtab berishingiz shart emas.
ular qilgan ishni uncha-bunchasi qilolmasligi mumkin, lekin uni qanaqadir samimiy o'zingizni ko'rsatib, boshqa qilib ko'rib turibmiz. Ana Sherali Jo'rayev o'g'illari Shohjahon Jo'rayev aytgan edilar. Prezidentimizga murojaat qilib, tik turib aytgan edilar. Uni avval otalari ham aytgan ekanlar bu gapni. Otalaridan eshitib aytganmilar bu gapni. Siz avval bir uyni obod qiling, elning otasiga onson tutganlar. Hech qanaqa noroziligimiz yo'q bizning. Shaxsan meni prezident janoblariga hech qanaqa noroziligim yo'q. Men noroziligim nimani ifodalaydi? Agar norozi bo'lsam, o'zim bir xalqqa, yurtga uchun nima qilib qo'yganman yoki hayotda bir qatta bir foydali ish qildim degan savolni beraman-da. Bir qatta karomat ko'rsatdim. O'shaning uchun prezidentga hech kim ozon tutayotgani yo'q. Hech kim xayrli ishlarga Alloh fayz baraka bersin. Tamom. Bundan rivojini bersin. Shu yurtimiz bomba tushmayotgani, shu yurtimizda tinchlik bo'layotgani, hamma joyda nimadir bo'lib chiqadi, bizning doimiy tinchlikni uzoqligi bu rahbarlarimizning yaxshiligidan. Kimdir udir, kimdir budir. Meni shaxsiy qarashim shu. Kimdir negativ, kimdir yomon fikrda bo'ladigan bo'lsa, marhamat o'zi uchun, xalq uchun, ko'cha uchun bir nima arava shag'al olib chiqib to'kdikmi, o'zimizning uyimiz uchun nimadir qildikmi, o'zimizning uyimizda bir qanchalik bir karomatlar ko'rsatib qo'ydik, norozi bo'lishdan oldin-da. Bu paxta ham emas. Paxtani nima san qo'yib olsanmi deyish mumkin. Yo'q, bu prosta prezident borasidagi yoki hozirgi hokimiyat borasidagi umuman meni bu mavzularda aralashish, gapirishga haqqim yo'q, niyatim ham yo'q. Shuni bildirib qo'ymoqchiman. Chunki buni hozirgi chiqishimda bildirib qo'ymagsam, bu tabiiy o'zimni original qarashimni bildirib qo'ymasam, ertaga bu borasida ham tuhmatlar yoki boshqalarga qolib ketmaydigan ma'noda aytib qo'yaman. Ichimdagi asl aytishdan maqsadimni o'zimni qarashimni bildirib qo'yaman. Lekin paxtakorlik qilib, kimgadir yoqish uchun qilmayapman-da, qarochi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana ko'rishguncha xayr. Videolarimizni davom ettiramiz, nasib bo'lsa. Janobimizni tuhmatlaridan Allohning o'zi asrasin. Tuhmat qilmanglar deb umid qilamiz. Janobim, sizga aytayapman, tuhmatchi deb hisoblamayman sizni. Omon bo'lasiz.